Deb berdi va mana shu balki raqibdan kelib chiqqan holda. Hozir ko'ramiz. Jang boshlandi. Dastlabki ball. Xolmatov. Yana bir bor aytaman, oyoq zarbalari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hozircha tavakkal qilmayapti Backfist. Parter ham yomon emas, aslini olganda. Aylantirib tashlashga bo'lgan urinish va ishlash holati yuzaga keldi. Ishlash holati saqlab turibdi. Aylantirib tashlashga bo'lgan harakat Shodmonov bir baqiya qoldi. Lekin Xolmatov yana saqlab qoldi mana shu muvozanatni. 20 soniya ortda qoldi. Ana endi Sabishin yo'q. Sabishinga vaqt yetmadi. Yana 2 ball Xolmatov foydasiga. Chag'iti va shu zarbasini yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Round kick tayinlayapti. Round kick tayinlayapti. Aylanma zarba. Raqib qorniga yo'llash ko'rinib ko'rdi. Qanday backfist amalga oshirmoqda. Siyuni amalga oshirib berdi. Chiroyli chalg'itdi va men jang yakuniga yetmoqda. Shifokor darhol tushyapti. Aytibku, ajablantirgan edi. Saralash bosqichida ham mana shu sportchi va ajablantirishda davom etmoqda. Husan O'tkirov, Surxondaryo viloyati vakili va uning raqibi Namangandan